Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Xudo xolasa Namangan viloyati Sho'ro tumanidamiz. O'zgargandan keyin keyinchisiga tashlaymiz. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa buni hech kunda buni Tarnovlar bilan qilib berganmiz qadrdonlar. Bemalol ko'rib ishimizga baho berishingiz mumkin. Xudo xolasa go'zal holatda qildik. Mana dorizaxonasiga e'tibor beringlar. Juda ham ko'rkam holatda bo'ldi. Bu tomonlarni ham qilib berganmiz. İşimizga o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. Tunikafon ba'zi jamoasi arzon narxlarda sifatli tunikafonlarni uyingizga qilib beradi qadrdonlar. YouTube tarmog'i orqali bizni kuzatib boruvchi hamyurtlarimiz, musofidan ham kuzatib boruvchi qadrdonlarimiz bemalol murojaat qiling. Inshaalloh uyingizga arzon narxlarda qilib beramiz qadrdonlar. Xuddi shunaqa tunikafonlarni 31 million so'm evaziga shu yerlarni qilib berdik. Mana bu shapkalarni ham xudo xolasa aylanpasiga qilib berganmiz. Tarnovlari bilan bo'lgan. Xudo xolasa uy egalari juda ham xursand, mamnun qilgan ishimizdan. Agar ishlarimiz yoqsa bemalol murojaat qiling qadrdonlar. Xuddi shunaqa tunikafonlar qilib beramiz. Eng sifatli tunikalardan ishlatamiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar.